لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli azizlar, bugungi suhbatimizda tavof namozini o'qish va zamzam suvidan ichish hamda ushbu masalalarga oid ba'zi bir hukmlar haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Demak, tavofni tugatganimizdan keyin 2 rakat namoz o'qishlik vojib bo'ladi. Bu qanday tavof bo'lishidan qat'iy nazar, bu hajni tavofi bo'lsin yoki umrani tavofi bo'lsin yoki oddiy nafl tavof bo'lsin. Misol uchun oddiy o'zimizni liboslarda borib tavof qilgan paytimizda ham 7 marta aylandikmi, albatta biz zimmamizga 2 rakat tavof namozini o'qish vojib bo'ladi. Endi bu qayerda o'qiladi desa, uni eng yaxshi joyi, eng afzal joyi maqomi Ibrohimni oldida o'qiydi. Ya'ni Ka'batullohga yuzlanib, maqomi Ibrohim ham buni oldida turadi. Shunda Ka'batullohga yuzlanib, shu maqomi Ibrohimni atrofida o'qish. Agar mabodo u joyda tiqilinch bo'lib, sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, maqomi Ibrohimni o'ng tomoniga yoki chap tomoniga shu masjidni qaysidir joyda, Masjidul Haromni qaysidir joyda o'qsa ham bo'ladi. Endi bordi-yu, Masjidul Haromda ham shu masjidni o'zida ham o'qiy olmadi. Xayoldan ko'tarildi yoki unutdi. Endi bunday holatda ulamolar aytadilarki, haram hududini ichida o'qsa ham o'taveradi bu namoz deydilar. Haram hududini ichida o'qsa ham. Xo'p, endi mabodo shu haram hududini ichida ham o'qimadi, nima bo'ladi desa, bu namoz zimmadan soqit bo'lmaydi. Bu namoz zimmada turaveradi. Ya'ni o'zini yurtiga boradimi, qayerga borganda ham bu 2 rakat namozni o'qishligi vojib bo'ladi. Endi bordi-yu, o'qiy olmasa, umrining oxirigacha o'qiy olmasa, shu holatda agar vafot etadigan bo'lsa, demak bitta vojib amalni bajarmasdan shu vojib amalni gunohi bilan vafot etgan hisoblanadi. Demak, masala mana shunday. Eng afzali shu maqomi Ibrohimni oldida o'qishlik. Bu tavof namozini o'qish qonun qoidalari siz azizlarni har biringizni qo'lingizdagi kitobda batafsil bayon qilingan. Buni qisqacha aytadigan bo'lsak, 2 rakat tavof namozini o'qishlikni niyat qildim. Yuzimni qiblaga qaratgan holatda xolisalillohu taolo Allohu akbar degan mazmunda niyat qilinadi va zam suralarga agar bilsak, birinchi rakatiga Kafirun, ikkinchisiga xo'p Ixlos suralari, ya'ni Qul huvallohu ahad suralari o'qiladi. Agar bu suralarni bilmasak, o'zimiz yaxshi bilgan suralarni zam sura qilib o'qib bu namozni nihoyasiga yetkazamiz. Bu namozni tugatib salom berganimizdan keyin endi bu duolar ijobat bo'ladigan holat. Chunki biz undan oldin tavof qildik, endi tavof namozini o'qidik, duolar ijobat bo'ladigan holat. Astoydil duoga bel bog'laymiz endi. O'zimizni haqqimizga, farzandlarning haqqiga, ota-onalar, yori birodarlar, el, yurt, vatan va bizdan kim qanaqa duo so'ragan bo'lsa, shularning hammasini haqqiga albatta duo qilamiz. Duo qilib bo'lganimizdan keyin imkon bo'lsa shu joylarda ulamolar aytadilar, yig'lab Allohdan so'rash kerak deydi. Chunki duolar ijobat bo'ladigan fursat bu. Bu fursatda g'animat bilishligimiz kerak. Duolardan keyin endi biz zamzam suvini ichishga harakat qilamiz. Zamzam suvini ichishlik sunnat. Buni to'yib ichamiz. Sababi bu zamzam suvdek juda ham foydalarga ko'p va minerallari nihoyatda ko'p bir suv dunyoda yagona hisoblanadi. Buni Jahon sog'liq saqlash tashkiloti ham buni qo'llab-quvvatlaydi. Amerikada o'tkazilgan bir tadqiqotda dunyoda yagona bitta suv bor, unda zararli bakteriyalar yo'q deb bir xulosaga kelingan, u ham bo'lsa zamzam suv ekanligi tasdiqlangan. Boshqa zamzam suvidan boshqa har qanaqa suvda o'ziga yarasha zararli bakteriyalar bo'lishi mumkin ekan. Lekin Allohning mo'jizasi ana shu zamzam suvida hech qanday zararli bakteriyalar yo'q ekan. Buni soha mutaxassislari, tadqiqotchilar buni xulosasini qilib, isbotlab, tasdiqlab qo'yganlar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu juda ko'p hadis shariflarda zamzam suvini ichishga bizni sizni targ'ib qilganlar. Jumladan bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, ma'u zamzam lima shuriba lahu.
zamzam suvi nima maqsadda ichilsa shu maqsad hosil bo'ladi deb boshlanadigan hadis. Bu hadis sharif davomida aytilinadiki, in sharibtahu tastashfi bihi shafakalloh. Agar siz zamzam suvini shifo talabida ichadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizga shifo beradi. Va in sharibtahu yushbi'uka ashba'akallohu bihi. Agar to'yish maqsadida ichadigan bo'lsangiz, Alloh taolo bu suv bilan sizni to'ydiradi. Va in sharibtahu liqat'i dhama'ika qata'ahullohu. Agar chanqoqni qondirish maqsadida ichadigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni chanqoqligingizni qondiradi degan mazmundagi hadis sharif. Demak, mana shu zamzam suvidan ichayotgan paytimizda albatta, ya'ni katta oliy maqsadlarni niyat qilib, qasd qilib, ya'ni Allohdan so'rab ichishimiz kerak. Bu zamzam suvini ichish qoidalari borasida ham, odoblari borasida kitoblarimizda keltiriladi. Shu zamzam suvini qiblaga qarab, Ka'batullohga qarab, tik turib yoki o'tirib 3 ga bo'lib ichish kerak deyiladi. Ya'ni bitta ichasiz, keyin nafas olasiz. Ya'ni ikkinchi bor ichasiz, yana nafas olasiz. Uchinchi bor yana ichiladi, undan keyin nafas olasizda, keyin alohida duo qilasiz. Ya'ni zamzam ichilayotganda o'qiladigan duolar bor. Buni siz azizlarning qo'lingizdagi kitobda ham keltirilgan. Ulardan birini keltiradigan bo'lsak, Allohumma inni as'aluka ilman nafi'an va rizqan wasi'an va shifaan min kulli da. Ya'ni Allohim, men sendan foydali ilm va keng rizq hamda har bir bemorlikdan shifo so'rayman degan mazmundagi duo. Endi bu joyda bundan boshqa bir qancha duolarni qilishimiz kerak. Bu zamzam suvini ichish asnosidagi duolar ham ijobat. Bu borada Imom Navaviy rahmatullohi alayh o'zlarini Al-Azkor nomli kitoblarida aytadilarki, zamzam suvini ichayotgan paytda ulamolar va solih zotlar nihoyatda katta maqsadlar, niyatlarni qilib ichdilar va maqsadlariga erishdilar. Ya'ni duolari ijobat bo'ldi degan mazmunda bir gapni keltiradilar. Shunday ekan azizlar, duolar ijobat ekan, biz ham bu fursatni g'animat bilishimiz kerak. Eng katta maqsadlarni Allohdan so'rashimiz kerak. Jumladan jannatga hisob kitobsiz kirish, jannatga kirganda ham Alloh subhanahu va taoloni jamolini ko'rish, jannatda suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan qo'shni bo'lish va hokazo juda katta narsalar. Bu qilayotgan hajlarimiz hajji mabrurlardan, haqiqiy qabul qilingan hajlardan bo'lishligini, qolaversa Madina-i Munawvara va Makka-i Mukarramada qilgan barcha duolarimiz o'zimizni haqqimizga-yu, farzandlarimiz, ota-onamiz, birodarlar, el yurt, vatan, shularni hammasiga qilgan duolarimizni ijobat bo'lishligini so'raydigan holat bu. Azizlar, mana shu narsani esimizdan chiqarmaylik. Qayerda shunaqa duolar ijobat bo'ladigan holat bo'lsa, mana shu narsalarni albatta so'rashimiz kerak Allohdan. Va ikki dunyo saodati, bu dunyo umringiz oxirigacha sizga nima kerak bo'ladi? Oxiratda sizga nima kerak bo'ladi? Bularni hammasini so'rashimiz kerak. Shuningdek, sizlardan kimdir duo so'ragan bo'lishi mumkin. Ya'ni bizni bemorligimiz bor, bemorlikka yoki qarzdor yoki musofir yoki biz ham sizlarga o'xshab shu tabarruk joylarga boraylik, hajga, umraga boraylik degan bir narsalarni bizni chaqiringlar degan bir iltimoslar qilgan bo'lishi mumkin. Shularni hammalariga chiroyli holatda duolarni qilib, shu bilan demak oldimizdagi vazifa Safo va Marvani sa'y qilishga harakat qilamiz. Hurmatli azizlar, Safo va Marvani o'rtasidagi saylar va unga tegishli fiqhiy masalalar haqida inshaalloh keyingi suhbatlarimizda gaplashamiz. E'tiboringlar uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.